Daryo va soy o'zallarini tozalash huquqi uchun imzolangan shartnoma shartlariga asosan buyurtmachi bajaruvchi oldida qanday majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi? Shartnoma shartlariga asosan suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi buyurtmachi sifatida quyidagi majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi. Birinchi navbatda loyiha hujjatlari hamda davlat ekologik ekspertiza xulosalari nusxasini elektron variantda bajaruvchiga taqdim etadi. Shuningdek, uchastkalarda, daryo o'zanlarida qum shag'al materiallarini tozalash jarayonida qazib olinayotgan qum shag'al materiallari hajmini oyma-oy davomida yuritib boradi. Buyurtmachi shartnoma shartlariga ko'ra bajaruvchi tomonidan qazib olinayotgan qum shag'al materiallarining hajmini har oy davomida monitoring qilib, hajm hisobini yuritib boradi. Ushbu holatda buyurtmachi hamda bajaruvchi vakillar tomonidan tegishli tartibda dalolatnomalar rasmiylashtiriladi. Shu bilan birga, buyurtmachi o'zan tozalash ishlari amalga oshirilayotgan uchastkalarga olib boruvchi yo'llar yoki u bilan bog'liq bo'ladigan muammolarni hal etish majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.